Bugungi lokatsiyamiz azizlar Qo'qondan, osh markazidan tayyorlayapmiz. Hozir bu yerda 7 ta qozon osh damlangan. Bu joyda bir qator afzallarni qilib beramiz. Azizlar, bu qozonlarni ko'rib turibsizlar. Mana hammasi zirvay tayyor bo'lgan. Soat 1:30 ga xudo xolasa damlanib, tayyor bo'lib solinishni boshlaydi birinchi qozondan. Mana 7-qozonimiz bu. Sizlar yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Ro'zador odamni saharlik yoki iftorligini yetkazish ham ancha katta savob bor. Ishlaringga yana mol baraka bersin. Mana xuddi tushunchali bo'lib bo'lish ham o'sha damda o'ylayman men. Bu qanaqa kilogrammlari bulardi? Bularni kilogramlari hammasi 20 kilo. 20 kilodan, ha? O'g'li 20. Bu toklarni solib qo'ysiz, mashina pishaveradi, ha? Pishadi mana shunday. Top tokilik. Bu yog'li oshlar. Guruchlarchi, guruchlar qanaqa guruchlar? Guruchlar cho'ng'ara guruchlar. Cho'ng'ara guruchlar bo'ladi. Oq turpadi guruchlari, cho'ng'ara guruchlar. Eski tingan guruchlar. Sir bo'lmasa necha yil bo'ldi stajga aka? Biz mana shu 20 yildan beri oshpazchilik qilamiz. 20 yildan. Qo'lingiz dard ko'rmasin aka. Go'shtlari qanaqa ketadi bunga? Misol 20 kilo oshimizga qancha go'sht ketadi? 16 kilo go'sht. 16 kilo. Ashti birga bir ekan-da. 16 kilo go'sht tushadi. Laqim go'sht tushadi. Suvi peylaridan tashqari. Qo'y yog'ida ham, qo'y yog'i, qo'y yog'lari bor ichida. Yemishga yog', qo'y yog'lari bor. Zo'r. Azizlar, bu o'zimizni vodiyda qo'g'rilib pishiriladigan to'y oshi, haqiqiy vodiyda to'y oshi. Kommentariyada yozib ketinglar, kim to'y oshini yoqtiradi, Toshkentnikini, kim vodiynikini. Kommentariyada albatta yozib ketinglar. Haqiqiy vodiyni o'sha to'y oshi bilan o'zimiz joydagi osh haqiqiy. Cho'ng'ara oshida bo'laydi. Hozir men damlash jarayonini kuzatib turibman. Fazlillaxon ukamiz. Bu holatda damlashni siri nimada? Misol hozir 20 minut dam yedi deyapsizlar. Shunaqa. Siri nimada bu? Mana tovoqlarda ko'p joyda ko'ramiz-da biz. Samarqand har xil joylarda oshlarni ko'rganmiz. Bir xil joylarda salafanni totib oladi. So'zidan keyin buni tashab turib, keyin guruch soladi. Bizning vodiyda oshini bu qanaqadir sir-sinovati bormi bunaqa damlashda? Endi bu vodiy oshimizda o'zi azaldan beri gurunch bilan zirvalarimiz bitta bo'lgan. Hozir endi Samarqandlarda zirva alohida, go'sht alohida bo'lyapti, ustiga tashab berishyapti. Lekin buni hamma mazzasi zirvadan mana bunaqa chiqib turgan pari gurunchga urib beradi, ta'mlari bilan shirin bo'ladi. Cho'ng'ora gurunch, oq suv ichgan gurunch o'zi ta'mda zirvadan chiqqan hidda singib olgan. Bir-biriga hamohanglashib ketadi. Bir-biriga shunaqa bo'ladi, keyin buni odam yeganda ham bizda bilsangiz vodiyliklar ko'pchilik qo'lda yeydi. Qo'lda yeganda o'shanda hammasi hali bitta joyga tushib, zirva bilan birga yesa, o'shanda juda mazali bo'ladi. Mana bo'zlar ham qaytarib turadi. Bu bo'zlar ichidan havoni o'tkazib turadi bu. O'zida kerakli, masalan, hozir chiqib turgan parlardagi suvlar bor. O'zi tushib, yana ham tam bo'ladi. Bundan filtr bo'lib turib chiqaradi. Bu o'zimizni mana tovoq yopib yeganmiz-ku. Rishton tovog'i. Sopol tovoq. Bu ham rosa qiziganligi uchun mana shunda parlarni hosil qilib, gurunchlardan ancha yetiltirib bergani xizmat qiladi. Gap yo'q. Zo'r lekin. Gurunchlar ham rosa cho'zilibdi. Gurunchlar aka bunaqalari kamdan kam bo'ladi. Biz ataylab saharlik uchun Qo'qonda mana shu gurunchlarni olib kelib, o'zini saqlab 2 yil, 1,5 yil, 2 yil, 3 yilgacha bo'lgan gurunchlarimizni keyin damlaymiz. 1-2 yil oldindan hisobda olib turib gurunchlarni saqlashni boshlaymiz. Yana biz hozir klientlar bilan gaplashib ko'ramiz. Siz qanaqa fikr bildirishyapti endi shu oshlar haqida? Ozgina gapirib o'tib ketdi. Ungacha bo'lgan paytda sizlar sal zeriktirmaslik uchun shunaqa savollar berib qo'yapman. Aka, endi bu yerda hozir mana bitta qozonimizda 20 kilodan 7 ta bo'lsa 140 kilo o'zi
eng ko'pi 2 kilodan oshiq oshlarimizni ham damlaganmiz. Endi vaziyatga qarab turib, holatga qarab damlanaveradi. Bu gurunchlarimizda yegan oshlar odamlar yana qaytib kelib, mana kecha ham o'zimizni Instagramimizga qo'ydik yoki Rishton, Marg'ilon, Farg'ona, Andijon Qirg'izistonlardan ham odamlar kelyapti. Kelaverasizlar ekan. Hamma joyga jo'natib beryapmiz, issiq qilib dastavka qilib ham jo'natib beryapmiz. Toshkentga ketyapti. Toshkentga ham. O'zi 7 ta qozonni o'zi tugab ketishligi oshni qanaqaligini o'zi bildiradi. O'zi qanaqaligini bildiradi. Qarang endi, yana bitta savol, faqat bunaqaga yo'ymen. Bu qozon bilan u qozonda farq bo'lib qolishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Shirinlikkami ishqilib? Shunaqa. Ha, zo'r. Shirinlikka. Buni har doim mandadamla damlashadilar. Masalan, 5 yil oldin damlangan gurunch bilan mana hozirgi gurunch ham oshi bir xil bo'lib turgani, bu klientlar kelib turgani. To'g'ri. Bir qo'l degani mana shunaqa bo'ladi. Bitta qo'ldan chiqqan hunar, ish ba'zan boshqa bo'ladi. Laykni bosib turinglar. Betdagi 60 gradusda ishlash oson emas. Sizlar ana shu yerda shunday laykni bosib qo'ysalaring, mana shu yerda his qilgan bo'lasizlar biz uchun. Klientlar kelib, baytrasa to'palan saylga o'xshab ketadigan o'sha joylarni ham sizlarga ko'rsatamiz. Mikrofonda oshni yeb ko'rdik. Haqiqatda osh cho'tki bo'libdi. Mana qozonlar ko'rsatib qo'ying. 7 ta qozondan oldin oxirgisi yarim qozon osh qoldi. Bu bejizga emas-da, bunchalik holatda osh tugab ketishi. Shuncha osh hazil osh bas. Ko'ringchi. Tugab qolibdi mana. Oxirgi qozon qolibdi mana. Osh oma cho'tki, guruch ham polvon guruch ekan. Bejizga emas, shuncha xaridorlar ham. Kelaverasizlar xullas. Lakat salatni ham tashlab ketamiz. Telegram kanalimizda bor. Qo'qonda Oq oltin to'yxonasining oldida. Oshlar Ramazonchi kelamizda osh eng zo'r. Haqiqatan ham osh boshi o'zgarmaydi. Bir xil yilunakku. Gapir. Omadlarimiz. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar.